Xorazm shohi har doim sog' salomat bo'lsin. Podshoh davlatini tashlab ketganligi uchun uning ayoli bilan bolasi o'y fikrlarini aytib baqsin. Shayxlarning raisi Abu Ali Sina da'vatimizni qabul qilib, shahzodamizni davolig'iga keldi. Men uningga shahzodamizning samandan boshqa narsani yemayotganligini aytdim. Vezir, o'tinay, bu gap so'zlarni men boya dedim. Kechiring xonish, ammo boshqa amalimiz yo'q. Ibn Sina bu amaldan boshqa chora yo'q ekanligini aytdi. Shahzodani tayyor qilinglar. Uni hozir ko'ygiga keladi. Ha? Davolash uchunmi? Xonish alilari Ibn Sina kelganda uning talablari uchun uningga xafa bo'lmayman. Uni turg'izinglar. Uni turg'izinglar. Shira qassob. Labbay qassob ustam. Shira qassob. Labbay qassob ustam. Shira qassob. Labbay qassob ustam. Uning qini oltinda to'kilish kerak. Oltinda tayyor bo'ldi ustam. Qo'llarini bog'langlar. Shundoq. Kalaning kallasini kesib, xalqqa taqdim qilishimiz kerak. Bu kala ishga yaramagudek. Intida kuch yo'q. Bir ter bir ustqa bo'lib qapti. Bakri o'roq. Ustam, boshqa amalimiz yo'q. Uni xalqqa taqdim qilishimiz kerak. Uni kallasini kessam, ko'pchilik beradi. Ben bu kalanın kalısını kesemeyim. Verip mangbaş kale kilala. Unda bu kalını qada qilmaysiz. Ben bu kalanın kalısını kesemeyim. Verip mangbaş kale kilala. Bu kalanın güçe köpçülük yetmeydi. Egizkene onun gaytay.
Egiz şu adamgu deyme. Qassob ustam, bizning bu inakdan boshqa inikimiz yo'q. Ondaqda biz ketayli. Ketib boshqa inek topayli. Onun qo'lini eshib yutinglar. Bekleyelim vaka. Mağayli. Usta. Rastlı onun kallasını kesmemsiz, ha? Şundaq. Odalımız kesemeymi. Onun semircide ümit yok mu? Elbette var. O doğrularını yer. Saman yemeslik gerek. Onun ilgisi siz mi? He. Onundan başka inikim yok. Onunla qandaq darı berişimiz gerek. Ben bilemiyorum. Siz gidip birime. Kishi o taraf qarab kelyotidi. Nima odamlar aka? 2 soatlik ekan. Orda qorovuldan kiyimini kiyyapti. Etining orqasida xo'rjun bor ekan. Yiroqdan kelgan o'xshaydi. Yol üstüde oturulup ne mi yavatsız? Derhal yolunu başla. Tez bulun. Ot çöplerini çürütün Yolunu lan. başla davet be. Bu yerde aç kalan atlarımız var. Ne ketyapsizlar? Nega? Hı? Bu Qaraganga boradigan yo'l emasmi? Bu yol Karavanga boradi. Ammo sizlar nega borsizlar? Hı? Mana Mana eng yaxshisi javob beringlar. Yoki o'limni cho'ng bilmaysizlar, shundaymi? Ha? Sizlarni tutib oldik. To'g'ri, sizlarni tutib oldik. Endi qo'lga tushdinglar.
Koragan ketip barmız. Xorazm şahının yanıga. Şundan mı? Atın şula. Özünglarni bilip, etinglardan şula. Biz Türk Sultanı Sultan Mahmud'ның alohida elçileri. Biz onun xizmat qilamiz. Qo'limizda onun maktubi bor. Atın şula. Özünglarni bilip atın şula. Qani maktubinglar. Rost gap qilmanglarni qandoq bilma. Rost gap. Biz yolg'on gap qilmaymiz. Undaqda. 5 dinar berib, asta yo'linglar menglar. Siz sultanның elçilerinden tengi so'rayapsiz? Mahmud Sultan bo'lsinmi? Bu yerdan o'tish uchun 5 dinar to'lishi kerak. Ha? Shuni atamsizlar, faqat 5 dinar. 5 dinar. Chiqaringlar. Qarab turibsizlarmi? Ha? Yaxshi. 1, 2, 3, 4, 5. Staman sağla buladı. Mingla. Git ona. Sultan Mahmud'ның elçileriga salamlar bo'lsin. Sultanımızның onu söygenlerge salımı bor. Sultaninglarning maktubini o'qidim. Sultaninglar Xorazmniki hakimini talab qildi. Muhimi Abu Ali Sinani talab qildi. Sultan Mahmud Xorazm shohining qilgan yaxshiliklarni hargiz yerda qo'ymaydi. Hargiz. Uning ishonchim bor. Ammo sultan bizdan shunday bir narsani so'rabdiki, uning o'xshishini boshqa yerdan topolmaymiz. Shunga u kelgicha qaytib ketinglar. Qachongacha? O bizga 3 kun ichida Xorazmga qaytadiganligini aytgan. 3 kun saqlay olamiz. Ammo sultanımızdan talab qilganlarini o'rinlay olamsizlar. 3 kun o'rnida qilinglar. Bo'ladi. Ammo talablarimizni o'rindaydiganga va'da bering. Bizning sultanimiz nimani xohlasa shuni qo'lga keltirmay qolmaydi.
Hatta yıllar saklısı mı? Şundak mı? Ha? Sultanınla toğrısı da cık anladım. Ama padişahimizin emrini bica keltirişim gerek. Xarezm şayı 3 gün deməs bir ay dikəsi. Texim yaxşı bolatdı. Şundaqmı? Korkma. 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 Ustoz, u o'limni qo'rqotidi. Yo'q. Ona bir nashtar bering. İnsan zo'q bilan yashashni o'ylaydi. Va bir kuni umrining oxirlashganligini bilib qoladi. Va o'limdan qo'rqishga boshlaydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aleyküm esselam. Xorazm davlatining vaziri. Siz hech qachon meni avar qilmadingiz. Siz ko'p avar bo'ldingiz. Sizga deydigan muhim bir masala bor edi. Kechiring. Kallamda hal bo'lmagan bir chigish masala bor. Nemiz davatsız ustaz. Kögünüz davatimi. Men Ekberey. Siz bilen ayrım sözleşim gerek. Farzimchi masala shaxsat to'g'riliq. Ahvol qandaroq? Bugün orduda menip yurdi. Nait yaxshi. Alloh shukri. Nait sağlam. Kalidek möreydiğen halıtını tek kaldı. O nait sağlam. Möreştin to'xtadi mı? Kalidek möreştin kaldı. Bu yaxşılıktan derek beremdi. O saqiyibdi. İchida mörab o'zim topsin. Yolg'iz qo'yinglar, o'zi kelsin. Agar vujudi va vujudiga buyruq beradigan mengiz charchab qolsa, so'lg'in bo'lib qoladi. Bu nayt yaxshi xabar bo'ldi. İçim rahat bo'lib qoldi. Demek ki endi o'zini kali deb hisoblamaydi. Buningdan bek mamnun bo'ldim. Sultanның meselesinden mi muhim bir iş var. To'xtang, meningmi sizga deydigan so'zim bor. Allohning bergan ne'mati bo'lgan bu suvda shundoq bir mikroblar borki, insonning kasal bo'lishiga sabab bo'ladi. Bütün insonlarni kasal qilib yetalaydi. Mening demakchi bo'lganim suvdan mı muhim iş? Sudimi muhim ish bor deb o'ylamayman. Bu oylar yıllardan beri çekiş pop yeşilmedi. Sultan Mahmud 2 kişini evetipti. Məqsidi sizni tutup ip getiş ekan. To'g'ri.
insonlar va hayvonlar suvdan yaratilganlik uchun suvdan kasal bo'ladi. Jiq kasalliklar suvdan paydo bo'ladi. Balki kelgusida insonlar suv haqida texmo jiq bilimlarga ega bo'lishi mumkin. Deganlarimga hech quloq solmadingiz. Apo qiling. Tarbiyasizlik qilish niyatim yo'q. Shahzoda haqida so'zlashib savdolikmi boshqasiga o'xshash bir kasallik. İnsanlar o'z fikrlariga ega bo'lish uchun mengisining yordamini bir narsaga bog'laydi. Va menga uning kasaliga yordamchi bo'ladi. Uning alomatlari hayajonlanmoq, doim yig'lash va ko'z yoshining qurishishi va ko'z chimchiqlatish. Agar bu kasal davolanmasa ig'irlashadi va insonni zaiflashtiradi va yaxshi yomonni farqlantirmay salg'i tushirib qo'ydi. Ammo ko'z buning sirtida. Ko'p yig'lab chimchiqlatganlikdan, ko'p kitob ko'rganlikdan, ko'p uxlaganlikdan ko'z ishib ketadi. Agar shahzodani davatgan bo'lsangiz, shu to'g'riliq. O mo'rashni to'xtatgan bo'lsa-mu, kesili savdo bo'lganlik uchun hech ish qilolmaysizlar. Saqaymaydi. Mening qila oladiganim mushunchalik. Boshqa amalim yo'q. Hakim, sultonning masalasini unutib keting. Qani keling. Hozir bu so'la aqlimni iziqtiryapti. Sultan Mahmud podshohimizdan sizni talab qildi. To'g'ri. Bu so'zlik suning ichida saqlangan sirliq moddalar bor. To'liq sirliq. Men sizning Xorazmni qilishingizni umid qilaman. Agar bir yerda uzun tursa buziladi va maynatlashadi. Mencha Xorazm shohi sizni Sulton Mahmudga taqdim qilmoqchi. Mahmud? Qaysi Mahmud? Sulton Mahmud G'aznavi. Meni apo qiling. Suv haqida so'zlab o'tdim. Deginingizdek G'aznaviliklardan qo'rqishim kerak. To'g'ri dedingiz. O'tgan qitimmo biri sizga o'xshash degan edi. Ammo hozir nima deb bulan deyishimiz? Mahmud G'aznavi Xorazmga odam avatib, ba'zi odamlarni talab qildi. Shayx Ibn Sina, Shayx Abu Rayhan Biruni, Abu Nasira va bir necha kishilarni talab qildi. Endi aramog'idek holingiz yo'q. Gapimni yaxshi anglang. Dilakxon va boshqa turk podshohlari shohimizga ba'zan gaplarni qildi. Mencha shohimiz sizlarni topshirib berdi. Birini uchun birini avatib, uni ilib ketishni talab qildi. Mening maqsadim siz bu yerdan boshqa bir yerga keting. Darhol kechib keting. Siz meni qo'yib berganingiz bilan podshohdek saqaymagan tursa. Shundoq. Ammo shohimiz sultonning talablarini qabul qilsa, buning ahamiyati qolmaydi. Menga ishining. To'g'ri deysiz. Men Xorazmga ketishim kerak. Shundoq men ketishim kerak. Mening bir madrasa ochqim bor edi. Mudarrisga sizni taklif qilmoqchi edim. Afsus. Xayr xo'sh. Agar sultonimiz bu gaplarni sizga deganligimni bilib qolsa, meni hargiz kechirmaydi. Omon bo'ling. Agar suv bir yer turivasi buzilib, sesiq purab qoladi.
Xeyr, xoş. Stilkini 3 derece şarkı bırak. Yanılı görenmedim. Rahmet. Mana keldik. Assalomu alaykum, Şeyh Abu Reyhan Biruni. Ve aleyküm esselam. Ama siz kim bo'lasiz? Assalamu alaykum Şeyh Mesih. Siz ustazım, hem mening yordamchim. Tinch aman kepsiz. Va alaykum assalom Shayx Biruni. Bu kecha osmon nihoyat ochiq va go'zal. Shundaqmi? Bu keçimi yoki har kecha go'zalmi? Uning kimligini bilamsiz? Siz astronomiyaga qiziqsiz, ammo u astronom. Siz bilan kelgan bo'lgandan keyin demakchi u bilimlik biri. Men uning bilan birga keldim. Demakchi bo'g'inim, sizni shayxlarning raisi Ibn Sina bilan tanishtirmoqchi. Gapini qilgan kishi shumi? Ha, u shu. Haqning hujjati, mulklarning sharifi, shayxlarning raisi Shayx Ibn Sina. Ustoz, mening o'rnimda uningdan kechirim so'rab qo'ying. Uning oldida qandaqmi astronomiya to'g'riliq so'z ochalayman. Anglashla qaraganda Şeyh Biruni osmondagi yulduzlarni qo'lidagi tasbihning urqidek yaxshi biladi ekan. Afsus, mening sizchilik bilimim yo'q. So'zinglarni to'xtatinglar. Kun chiqishdan burun Koragandan ketishim kerak. Bilasizlar, Sultan Mahmud G'aznavi Koraganning olimlarini izlayotdi. Jiddiy izlayotdi. Xorazm shohining vaziri menga xabar qildi. Shayx Nasahi va men bu rasadxonani qurib chiqish uchun jiq kuch chiqardik. Sultan Mahmuddan qo'rqib, bu yani qandaqmi tashlab ketalayman, ustozim. To'g'ri deysiz, ammo ketishim kerak. Uningga yaqinlashishimga ruxsat qilamsiz? Ha, albatta. Qani marhamat. En ko'nglim yerim bo'lgan yeri, qachongacha podsho va sultonlar xalqning eng cho'ng bilgan olimlarini
boshqa narsalarga o'xshash ep sotadi. Va biz uningdan o'zimizni to'g'diyamay qechib yuramiz. Saqilish uchun amirlik bo'ysunishimiz kerak. Bir kun keludiki, podshoh va sultonlar sizni qimmatli narsa va oltindek sotmoqchi bo'ladi va sizni dushman o'rnini ko'rdi. Ondan jiningizdan ayrilib qolasiz. Buni esingizdan chiqarmang. Shayx Biruni, siz undaq deganingiz bilan yana bu yerdan ketishimiz kerak. Siz bilan yo'ldosh bo'lish meni nihoyat xushal qiladi. Ammo men bu yerni qandoqmi tashlab keta olmayman. Bu rasadxonni qurish uchun jiq ajr sondirdim. Endi bu yerni tashlab ketolmayman. Mangayli, safarning tayyorliklarini qilishimiz kerak. Kun chiqishdan burun sizni shahar darvosining oldida saqlaymiz. Xayr xo'sh. Aman bo'ling. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Padişahlar sebeplik. Bu yerni tashlab ketadigan ish bo'lsa, nima degan ichinishliq? Biz to'g'risini qilyapmiz. Sirlarni yeshish va Allohning birlik borligini isbotlash uchun izdinyapmiz. Ishning to'g'risi bu. Hayvonlarni Alloh yaratdi va ularga yashash odatlariga qarata alohidalik berdi. Shundaq ekan Allohning yaratgan hamma narsasini to'g'ri desak bo'ladi. Bu ko'zimiz ko'rinayotgan narsaning hammasini Alloh yaratdi. Ondaqda daddiqlar. Yomonlik va xatoliklarni Allah yarattimi? Allah yarattimi? Yomonlikmi dunyoga kerakli bo'lgan narsa hisoblanadi. Agar yomonlik bo'lmagan bo'lsa, yaxshilik namoyon bo'lmagan bo'lardi. Yomonlik bo'lmagan bo'lsa, yaxshilikning nima ekanligini bilmagan bo'lardi. Agar Alloh yomonlikni yaratmagan bo'lsa, tangpongliq buzilgan bo'lardi. Shunlashqa Biruni, Alloh hamma narsani tangshab yaratdi. Ya'ni yaxshilik va yomonlik bir tangpongliqdir. Buni hargiz unutib qolmang. Shayx Biruni, endi rasadxonni unutib keting. Qaytishning yo'lini topaladingizmi? Qarang tushay deb qoldi. Yo'limiz tek uzun. Ammo ansirmanglar, yo'lni topa olamiz. Biruni, yo'lni siz bilasiz. Deb beqinglar, ko'raganga qanchalik yo'l qoldi? Kelinglar, agar o'ylaganlarim xato chiqmaslar, bu yerdan qutula olamiz. Aristotelning mundaq bir gapi bor. Agar bir ish to'g'risida o'zimizga ishonch tiklasak, hamma ishni qilamiz va muvaffaqiyat qozonamiz. Ammo har qanday ishni boshlashdan burun yaxshi o'ylashimiz kerak. Masalani qoppelidan kelmay, ishni eng kichigidan boshlash va manzilga shu bo'yicha yetish kerak. Bu yerdan qutulish uchun bizmi shu bo'yicha ish ko'raylik. Agar havo echilmas, yo'limizni topolmasligimiz mumkin.
Aristotelning boshqa bir so'ziga binoan xohlasanglar kelgan yo'limizga qaytaylik. Qanday deysizlar? Chunki Aristotel podsholardan qochmabdi va ularga qarshi chiqmabdi. Rohat turmush kechiribdi. Bizmi uningga o'xshash podsholardan qochmaylik. Ulardan qo'rqmaylik. Bo'lamdi. Aristotel dunyoni bir olmaga o'xshatibdi. Kun nurining ba'zan joylarga tik tushadiganligini bayon qildi. Bu nurlar insonni ojizlashtirdi va ularning herib charchishiga sababchi bo'ldi. Bu yamo kun nurining tik tushadigan yerlarning biri. Bu sababli madaringiz qolmadi ustoz. Ammo ansirmang. Agar bu yerdan chiqa olsak yoki kunning harorati biroz pasaysa, bu mudayichadan qutulamiz va sizmi aslingizga kelasiz. Qutulish uchun osmonda yulduzlar paydo bo'lish kerak. Aristotel shimoliy qutb yulduzini g'arbga qarab menib topqili bo'ladiganligini isbotlagan. Shuning bilan bir vaqtda shimolning qarshi janub, sharqning qarshi g'arb ekanligini bayqagan. Bu faylasuf bir tarafdan isbotlab va yana bir tarafdan murakkablashtirib etibdi. Bu nasrining yana bir tushunmagan yeri dal Aristotelning bu bayqashlar orqali o'zini Allohga isbotlash. Unutilmaslik kerakki, hamma narsani Alloh yaratgan. Men faqat o'zimga tayinaman. Aristotelning va boshqalarning gapiga ishonch qilmayman. O'xshaydi. Yerden nemi ünidigini, yerga nemi kiridigini, osmonga nemi o'rlaydigini va nemi tushidigini hammani biladi. U hammani biladi. Yer ostidagi va osmondagi, koinotdagi hamma narsani biladi. Ölgəndən keyin tuproqqa kömülümüz. İnsan faqat hayat vaqtida mengisini ishiltalaydi. Ruhning kuchi va badanning kuchi ayrimdir. İnsan qaror berish uchun mengisini ishiltidi. Masalan, zulm ostidagi odamning badani azoblanadi va ojizlaydi. Savob va gunoh ayrim narsalar bo'lgani bilan ruhda birlashadi. Muhim odamlarning yolg'iz qoladigini aniq. Muhim odamlarning yolg'iz qoladigini aniq. Ha, shundoq. Allohning birligini va yakigona ekanligini hammamiz bilamiz. Uning kuchi cheksizdir. Allohni ko'rgan hech kim yo'q. Ammo uning yaratgan dunyosi uning borligiga isbot bo'la oladi. Va uning mavjudligini isbotlaydigini yana insondir. Inson Allohning uningga bergan tafakkur qilish kuchi bilan inson bo'la oladi. Agar Alloh uningga bu kuchni bermasa, hayvondan farqi qolmagan bo'ladi. Uningga bu dunyoni yaratganlik uchun e'tiqod qilamiz. Ammo buning sababini zamon emas,
balki Alloh o'zi qildi. Bu shundoq bilinish kerak. Ammo odam o'zining Alloh tarafidan yaratilganligiga e'tiqod qilish kerak. Siz kun sharqdan chiqib, Jungo, Hind dengizi va okeanlardan o'tib batidi dedingiz. Shundoq. Bu dunyoda yashagan hamma odam uchun kashf bilan kunduz o'xshashdir. Shimol va janubdagi har bir qutblarni bir tussiziq o'ttirisidan kesib o'tadi. Shimolga ham erib ketmaydi, janubga ham erib ketmaydi. Na yuqoriga, na tuvanga olmaydi. Bu Allohning bir qonuniyati. Hargiz o'zgarmaydi. Qani marhamat. Ey ulug' odamlar, bugun yomg'ir yog'ganda qiladi. Xolisanglar lapas kirib olinglar. Bo'lmasa yomg'ir qilsizlar. Ammo osmonda bulutmi yo'q-ku? Bu kecha yomg'ir yog'moqda. Qani marhamat ustoz. Kechida yomg'ir yog'di. Yo'q, yog'maydi. Atrofdagi narsalarni farqlantirish uchun kun va oyni yaxshi tanishimiz kerak. Boshqa voqealarda ham shunday. Chunki mengizni ishiltish uchun atrofdagi moddalarga ehtiyojimiz bor. Birikimlardan yaxshi foydalanishimiz kerak. Sheyx Biruni, yomg'ir yog'maydigini jazmlashtira olamsiz? Bugun yog'diganda qilib turdi. Jazmlashtira olayman. Ey ustozlar, bu kech yomg'ir yog'di. Menga ishoninglar. Yo'qay qarindishim. Yomg'ir yog'maydi. Bir necha soatdan keyin osmonda yulduzlarni ko'ra olaysiz. Ey ustozlar, bu kech yomg'ir yog'di. Menga ishoninglar. Yog'maydi. Yog'di. Yomg'ir yog'di degan kishi osmonga qarab ishonchlik bir asosga tayinishi, o havodan xabardor bo'lishi, yulduzlarni yaxshi tonishi, yomg'irning yog'digan, yog'maydiganni obdan bilishi kerak. Coğrafyadan xabardor bo'lish kerak. Tushundingizmi? Bu kecha yomg'ir yog'di. Jazmlashtira olayman. Yog'maydi dedim, yog'maydi. Agar siz yog'di deb turvasangiz, yog'maydiganligini isbotlashga amalim yo'q. Yog'digan ish bo'lsa, ichga kirgan bo'ladi. Nima deganingizni tushunmadim. Yomg'ir yog'digan ish bo'lsa, ichga kirgan bo'ladim dedim. Mening uyqum qattiq odam. Kecha ishga qalqsanglar uyg'onmasligim mumkin. Ustozlar, bu kechida yomg'ir yog'gandek his qilyapman. Ishga kirib oromxo'da yetinglar. Yomg'irda qirishinglarni xohlamayman. Gapni anglab, ishchiga kirsanglar bo'lamdi ekan. Hey tugmanchi, yomg'ir yog'ish emas, shamolimi chiqmayotsa, ha? Menti nihoyat aniq bir tema. Bizga nimaning to'g'ri bo'lganligini ko'rsatib beradi. Shundaqla moddaning nimadan va qanday yaratilganligini ko'rsatib beradi. Ey bilimli odamlar, bu kecha yomg'ir yog'di. Bu güzel havani qo'yib, lapasdan ostida kirgim yo'q. Shayx Ibn Sina va men bo'lsam Shayx Biruni. Sizga yomg'ir yog'maydi deyapmiz. Anglamayapsiz. Yomg'ir yog'maydi. Aytinglar. Mening gapimni tushunmadingizmi?
الله أكبر سبحان ربي العظيم بسم الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده Şeyh Bironi, uyg'onam. Havo bek nachar. Yomg'ir yoqqidek. Shundoq yomg'ir yig'yotdi. Çaqmoqni chaqdi. Tugmanchi to'g'ri debdi. Ammo u qandoq biladi, ha? İşini içi, Tugmanchi, ishni ichi. Ishni ichi. Tugmanchi. Tugmanchi. İçi.